1994-26 dekabrda yilning oxirida yong'in o'chiruvchi lavozimiga buyruq chiqqan. Shundan buyon 95-yil ish boshlangan. Yong'in o'chiruvchi lavozimida ishladik. Katta yong'in o'chiruvchi lavozimiga qo'yildik. Bir xursand bo'lardik. Yong'in o'chiruvchidan katta yong'in o'chiruvchiga o'tganingizda ozgina farqi bo'lardi. Hechcha u farq mablag'da ham emas, u safda katta yong'in o'chiruvchi degani boshqacharoq faxrlanardik. Shu Al-Farg'oniy ko'chasidan xabar kelib tushdi. Al-Farg'oniy ko'chasiga chaqiruv bo'yicha chiqqanmiz. Birinchi harbiylashgan qismda yigitlar ham chiqqan. Borganimizda ichkarida odam qolib ketganligi haqida bir ma'lumot oldik. Shunda ichkari shunaqa quyuq tutun, ichkariga 1-2 metr yursangiz odamning o'pkasi tutunga to'ladigan holat. Shunda biz holga yotgan holda engishib ichkariga qarab yurdik. Ichkariga qarab bo'mni olib, Xudoynazarov Ravshanbek degan bitta bo'lma komandiri bor edi, birinchi shahardagi qismida. Billa kirdikda, kirib ichkariga kirganimizda o'sha qoq qismida ma'lum bir 20 sm joyda tutun yo'q hisobida. Ichkariga kirganimda uy egasi o'sha bitta burchakda tashlangan mana latta materiallarning yonida o'lik holatini oldikda, olib uni qutqarib olib chiqdik. Olib chiqqanimizda u o'limi o'zini yurak xurishi bilan o'tgan bo'lgan. Faqat o'sha holatda sigaret chekkan sigaretini o'sha to'plab qo'ygan materiallar ustiga tashlagan, material yonmagan, tutun ortiqcha bo'lgan. Yongan unaqa bir qo'rqinchli darajada yonmagan, tutuni qo'rqinchli darajada ortiqcharoq bo'lgan. Mana hozirgi kunga kelib shu yoshlarimiz uchun shunaqa yong'inlarga kirib, yong'inlarda odam qutqarish, yong'inlarni o'chirish uchun Air 300 apparatlari, toza havodan nafas olish uchun sharoit yaratib berilgan. Demak, bu sohada ishlayotgan yigitlarimizga omad tilaymiz. Faxrlanish kerak. Avvalambor ota-onasiga rahmat deyish kerak. Shu sohada ishlayotganidan faxrlanish kerak. Shu soha bu o'lmas soha, chiroyli soha, xudo xolasa xalq uchun, odamlar uchun kelajakda yonma-yon yurib og'irini yengil qiladigan soha. Mana shu sohada uzoq yillar ishlab nafaqaga chiqdik. Hammaga ham bu nafaqaga yorug'imiz bilan chiqish nasib qilsin. Nafaqaga chiqqan davrimizda mana hayotdan uzilib qolganimiz yo'q. Hayot bilan teng nafas olib yashab kelyapmiz. Qolgan bir hamkasblarga tilaklarimiz yorug'imiz bilan chiroyli xizmatini o'tash, yorug'imiz bilan nafaqalarga chiqish, ertadan keyin bola chaqalarini rohatini ko'rish hammamizga nasib qilaversin.